3-iyun sanasida ijtimoiy tarmoqda bizni faol kuzatayotgan obunachilar mana Anja Shopdolni donanti, haqiqiy originali. Mana do'stlar, 23-iyunda 40 ming so'mdan bog'dan sotildi. Mana 3 yillik daraxt, hosilga o'zlaring baho berasizlar. Erta pishayotgan donat tangachani biladi, ko'pchilik buni yaxshi bilmaydi. Mana do'stlar, Shopdolni vida kalibrini ko'p do'stlar, istiqbolli navlardan yana biri akamiz ko'paytirgan, ko'p do'stlar, hosildorligi o'ta zo'r. Akamizni mehnatlariga bittadan like bosamiz, Shopdolga qiziqqanlar videoni jo'natamiz. Ko'p do'stlar, Shopdolni o'zi shirinligidan mashaqa bo'lib ketadi. Mana o'ta shirin, suvli, zo'r Shopdol va ichini yeb ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ichi oq, mana suvni ko'ringlar. Mana suvga baho bersa do'stlar, oqayotgan suvni ko'ringlar. Bu suv emas, bu shira bo'ladi. O'ta shirin, zo'r Shopdollar. Gap yo'q. Akamizning mehnatlariga bittadan like bosasizlar, va shunday ichlarini olib kelib ko'rsating. 3 yillik Shopdolda 20 kilodan meva bor. Shopdolni vida kalibr do'pkalari o'ta zo'r. 40 ming so'mdan ertaga bog'dan terim bo'ladi. Shopdolga qiziqqan do'stlarga tezda videoni jo'natib beramiz do'stlar.